Iste'molchilarning nasos agregatlari va sug'orish quduqlari iste'mol qiladigan elektr energiyasi qiymatini qoplash uchun ajratiladigan subsidiya miqdorini aniqlash bo'yicha Crop Agro axborot tizimiga suv yetkazib berish xizmati davlat muassasasi tomonidan ma'lumotlarni kiritish tartibi. Subsidiya mablag'larini aniqlashda shaffoflikni ta'minlash maqsadida suv yetkazib berish xizmati davlat muassasalari tomonidan quyidagi tartibda ma'lumotlar Crop Agro axborot tizimida shakllantiriladi. Tizimdan foydalanuvchi o'zining elektron raqamli kaliti bilan Crop Agro axborot tizimiga kirib, yer uchastkalari tugmasini tanlaydi va u yerda barcha konturlar tugmasini bosadi. Bu yerda hududlardagi mavjud fermer xo'jaliklarining yer maydonlari to'g'risidagi ma'lumotlar konturlar kesimida shakllantirib qo'yilgan. Suv yetkazib berish xizmati davlat muassasalari fermer xo'jaligining stir raqamini qidirish joyiga joylab, fermer xo'jaligiga tegishli konturlarni belgilab oladi hamda nasos agregatlari va sug'orish quduqlari to'g'risidagi ma'lumotlarni har bir kontur kesimida alohida shakllantiradi. Tanlangan konturga kirib qo'shish tugmasi bosiladi. So'ngra ekin turi tanlanadi. Ushbu konturga joylangan ekin turi bo'yicha yer maydoni avtomatik tarzda ko'rinadi. Agar ushbu konturga ekinlar joylashtirilgan bo'lsa, ekin turlari ro'yxati avtomatik tarzda ko'rinadi. So'ngra ushbu kontur bo'yicha o'rnatilgan nasos agregatlari va sug'orish quduqlari to'g'risidagi ma'lumotlar shakllantiriladi. Bunda nasos agregatlari va sug'orish quduqlari orqali sug'oriladigan yer maydoni hajmi kiritiladi va suv nasosi parametrlari tanlanadi. Shundan so'ng ushbu konturda joriy qilingan suv tejovchi texnologiyalar to'g'risidagi ma'lumotlar kiritiladi. Bunda suv tejovchi texnologiyalar turi va maydoni belgilanadi. Shuningdek, fermer xo'jaligi tomonidan quyosh paneli o'rnatilganligi to'g'risidagi ma'lumotlar shakllantiriladi. Bunda quyosh paneli quvvati kiritiladi va tarmoqqa ulanganligi belgilanadi. Shundan so'ng saqlash tugmasi orqali ma'lumotlar saqlanadi. Ma'lumot uchun, agar ushbu konturda boshqa ekin turi ham joylashtirilgan bo'lsa, xuddi shu tartibda ma'lumotlar shakllantiriladi va saqlash tugmasi bosiladi.